Bugun biza soat 4:20 o'tgan vaqtda Shahzod bilan общий kompaniyamiz bo'yicha syomkadamiz. Bu narsani ko'p aytib berganman. Koreyada o'qishda yurgan vaqtim o'rtacha 1,5 ming dollardan 2 ming dollargacha oylik daromad topganman va O'zbekistonga kelib, qanday qilib men shundan kam bo'lmagan pul topib bilaman degan savolni berib, qaysi sohada mana shunday pul topaman degan savolni berganman va bu logistika yo'nalishi bo'lgan. O'sha vaqtda o'zimga shu 1,5 ming 2 ming dollar pul topish uchun shu yo'nalishga kirganman va shu yo'nalishda asta-sekin bu biznes aylangan. Ya'ni men hozirgi darajada bo'lamiz deb o'ylamaganman. Ya'ni men shu vaqtda ish kerak deb ishni boshlaganman, lekin qandaydir etapda menga ish emas, ishchi xodim kerakligini kutmaganman, bilmaganman. Qiyinchiliklarga keladigan bo'lsak, avvalambor tajriba. Ya'ni biza komandamizda tajribalilar kam edi. Shuning uchun men tajribali mutaxassislarni topish uchun men ko'p vaqtim ketdi. O'zim Andijonda, Samarqandda ma'lum bir muddat shu yerda yashab, shu yerda ishlab, ulardan ko'rib, keyin shu yerdan mutaxassis olib kelib, bu yerda Xorazmda, Urganchda ana shu narsani tashkil qilish uchun tunu kun uxlamay yoki shu yerdagi qandaydir bir ishni boshlaganimizdan keyin ham yana muammolar chiqib, men umuman ko'rmagan muammolar chiqqan vaqtda ana shu narsa bizani salgina orqaga qaytarib, qandaydir ma'noda qo'rqitib qo'ydi boshida. Lekin u problemalarni kunda ko'raverib, unga sekin yechim berib, ana shunday qilib vaziyatdan chiqib ketdi. Kompaniyamizning ish faoliyatini boshlaganimizda 2 yildan o'tdi, lekin komanda qandaydir bir tartibda yoki boshqa yerda bu yo'nalishda ishlab yurgan komanda bo'lgan albatta. Lekin biza umumiy kompaniya shaklini 2 yildan o'tdi. Hozirgi kunda asosiy bizani o'zi daromad olib kelgan, komandamizning kengayishini olib kelgan narsa bu car hauling bo'yicha dispatch servis. Birinchisi biz bozorda pozitsiyamizni ana shu narsa belgilab bergan. Shu bo'yicha biz mutaxassismiz. Ana shu bo'yicha bizda mutaxassislik ishlaydi. Asosiy faoliyatimiz shu. Ikkinchisi car hauling bo'yicha broker sistemamiz bu dispatch servisimizdan ham oldin bo'lgan. Broker kompaniyamiz bor, dispatch car hauling dispatch kompaniyamiz bor va hozirda ko'cha yuklari refer yo'nalishi bor bizda. Safety accounting ular mayda yo'nalishlarimiz. Talabi kuchlisi, hammasini talab kuchli, lekin bizda eng zo'ri broker kompaniyamiz bilan o'sha car hauling dispatch kompaniyamiz kuchli. Shularda eng ko'p rezultat, hozirgi vaqtda eng ko'p rezultatni, eng katta оборотni ashlarda qilamiz. Unikalligi komandasi, sistemasi. Ya'ni bizdagi sistema boshqa dispatch kompaniyada yo'q deb o'ylayman. Hamma narsa tizimlashgan. Xodimlar ham kelib ketishi, ishi, drayverlar har doim prebook holatda bo'lishi, yaxshi yuk olinishi, qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, unga komandaviy upor berib, uni ustida ishlash, har bir muammo bo'yicha o'zining mutaxassisi ishlashi, bu bo'yicha biz unikalmiz deb bilamiz va doimiy ravishda biz drayverlarimiz bilan muloqot qilib, muammolarni oldindan tekshirib borish uchun menejment komandam отдельный ishlaydi. Masalan, dispetcherdan ham tashqari menejment komanda ana shu dispatch faoliyatimiz to'g'risida driver bilan doimiy kontakt qilib boradi. Hozirgi vaqtda bozorni aytganimdek o'sha dispatch va broker yo'nalishida eng katta segmentni egallaymiz deb o'ylayman. Raqobatchilarga solishtirgan vaqtda biz raqobatchilar bilan solishtirmaymiz, lekin bizning eng asosiy fishkamiz doimiy rivojlanishdamiz. Masalan, biz hozirgi holat bilan oldingi holat va bundan keyingi holatda biz bir xil nuqtada turmaymiz. Har doim kompaniyamizda o'sish bo'lib kelayotir bizda. Ochilganimizdan buyon shu vaqtgacha qandaydir bir muammolar bo'lib, mana bunday o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin общийda biz baribir bu nuqtadan mana bu nuqtadagi odammiz. Ya'ni har doim bizda rivojlanish bor. Eng asosiy fishkamiz bizda har doim rivojlanish bo'lishi deb bilaman. Mijozlar qoniqish darajasiga keladigan bo'lsak, bizda shunday sistema qilingan. Har oy biz driverlarimizga so'rovnomalar yuborib, biz haqimizdagi fikrlarni beramiz. Bu anonim shaklda bo'ladi. Ya'ni bizani ishimiz to'g'risida, bizani faoliyatimiz, bizani servisimiz, bizani ular bilan kontaktimiz to'g'risida biz anonim so'rovnomalar qilamiz va har oy bu narsani biz o'lchab boramiz. Agar qandaydir bir muammo bo'ladigan bo'lsa, komandaviy ana shu muammoga urg'u qaratib, uni yo'q qilishga, uni bartaraf etishga harakat qilamiz har oy. Hozirgacha qilgan eng zo'r ishlarimizdan biri bu o'sha menejment komandani shakllantirib, отдельный mana dispetcherdan ham tashqari bizda menejment komanda bor. Bu yerda biz muammolarni doimiy ravishda o'rganib boramiz. Ya'ni muammo chiqadigan bo'lsa on time, ya'ni vaqtida bartaraf qilinadi u narsa, lekin u komandaning asosiy vazifasi o'sha muammo chiqarmaslik. Muammo chiqaradigan bo'lsa, o'sha komanda hal qiladi. Masalan, oddiy bizda oldin yuk, mana driver boradi, yuk kutib qolish vaziyatlari ko'p bo'lgan. Hozirda deyarli driverlar umuman yuk kutmaydi. Agar hamma narsa biz aytganimizdek, bizning plan bo'yicha ketadigan bo'lsa, driver qandaydir kutilmagan bir hodisalar duch kelmasa yoki o'zining plani o'zgarib qolmasa, bizda 100% holatda prebook ushlanadi.
va bu bizga tomonidan doimiy kundalik 3-4 marta nazorat qilinadi. Qanchalik driverga yoki qancha mijozga xizmat ko'rsatamiz, bu o'zi sensitive data, lekin men aytishim mumkin, hozirda bizda oylik, ya'ni uni оборотdan chiqarsa bo'ladi, oylik оборот. Xizmat sifatini o'lchash uchun avvalambor biza xodimlar uchun va biza bilan shartnoma asosida ishlab turgan driverlar, ownerlar uchun alohida biza anonim so'rovnomalar qilganmiz. Shuni biza har hafta yoki har oylik ularga tashab, biza haqimizdagi fikrlarini bilamiz. Bu sistemalar ravishda olib boriladi, lekin undan ham tashqari alohida meni o'zim yoki bu yerdagi bizning operation managerimiz va shu bo'lim rahbarlari ular bilan doimiy kundalik kontaktda bo'lib ham shu fikrlarni bilib, muammo bo'ladigan bo'lsa, har doim biz suhbatimizda nima muammo bor degan savol bilan yakunlaymiz. Ownerlar bilan, driverlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, srazi xalatga harakat qilamiz va hal qilamiz. Buning uchun ham anonim, ham biz o'zlarimiz gaplashib bunday nazorat qilamiz. Qandaydir bir gap bo'ladigan bo'lsa va uni bizga aytisha tortinib turgan gaplar bo'ladigan bo'lsa, uni anonim shaklda bizga yozib qoldirishlari mumkin. Shuning uchun ham anonim, ham bizning o'zlarimiz daily, kundalik kontaktda bo'lib, u muammolarni o'rganib boramiz. Bizda ofis 7/24 ravishda ish rejimi bo'lib turadi. Agar kimnidir ishi bo'ladigan bo'lsa, xohlagan vaqtida kelib, uni qilib ketish mumkin. Lekin bizda required narsa bor. Ish bizda soat O'zbekiston vaqti bo'yicha 5:30 da boshlanib, 4 gacha required work time bor. Lekin kimnidir, masalan, driver cover bo'ladigan bo'lsa yoki grosslar yaxshi bo'ladigan bo'lsa va uyda qandaydir bir ish bo'ladigan bo'lsa, albatta confirmation bilan, ya'ni o'sha yo'nalish bo'yicha o'zini menejer bilan bog'lanib, confirmation bilan ruxsat olib qolishdan ruxsat bor. Ya'ni biz haftada masalan 6 kun ish bo'ladigan bo'lsa, inform qildi, bizani ogohlantirdi. Ogohlantirgani uchun unga bizani check-in check-out listimiz bor, unga 1 tushadi. Ogohlantirmay uxlab qoladigan bo'lsa yoki navdir bir vaziyat bo'ladigan bo'lsa, u uchun bizda 2 tushiladi. Ya'ni haftada mana shu 1 degan narsa 4 dan o'tmayishi kerak. 4 o'sha red line, ya'ni 4 kun unda gecha qolish mumkin emas yoki 2 marta ogohlantirmay gecha qolish mumkin emas bizda. Mana shunday o'zimizni har bir masalan davlatni ham boshqaruvchi o'zining qonun qoidalari bo'ladi. Bizlar ham bir kichik davlat sifatida kompaniyamizni shakllantirib, bu yerda qilinishi mumkin va qilinishi mumkin emas degan narsalarimiz bor. Shundan biri check-in check-out. Ya'ni sizning ishingiz bo'ladigan bo'lsa, siz albatta bizdan ogohlantirib, keyin uni hal qilsangiz bo'ladi. Jamoa hozirda 70 ga yaqin xodimdan iborat va bu yerda bizani dispatch bo'yicha dispatch komandamiz, car hauling va reefer va broker komandamiz, marketing komandamiz, safety yo'nalishi bo'yicha, keyin accounting bo'limlari bor bizda, compliance department bor. Mana shu yo'nalishlarda общий 70 ga yaqin xodim bor hozirgi vaqtda. Biza bilan ishlashadigan mijozlar uchun avvalambor biza beradigan narsa tajriba. Biza bozordagi tajribamizni ularga beramiz. Ya'ni kimdir kompaniya noldan ochajak, lekin umuman bu soha bo'yicha hali fikr yoki qandaydir bir statistikalar yo'q. Lekin biza o'sha statistikani va u jarayon o'zi qanday tashkil qilinadi degan narsani biz bepul taqdim qilamiz. Ya'ni bizani kompaniya noldan ochib, uni ishga tushirib, driver qo'yib, loadboardlar, brokerlar bilan kontraktlar, mana shu hamma narsani mana tayyor, mana soat ana shunday holatga kelishi uchun biza har bir jarayonni o'zlarimiz kontrol qilamiz va bu narsani biz tekina mijozlarimizga beramiz. Bizlar bilan ishlashda eng asosiy afzallik bozorni har doim biz nazorat qilamiz. Har bir yo'nalishda. U reefer yo'nalishi bo'lsin, ko'cha yo'nalishi, Amazon yo'nalishi yoki car hauling, buni ko'pchilik biladi. Season almashishina qarab, fasl almashishina qarab har bir bozor o'ynaydi. Va bozor o'ynashidan ma'lum bir vaqtda bu yerdan bu yergacha bo'lgan bozor yoki mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan bozor o'ynab turadi va biz uni to'liq nazorat qilamiz va shunga qarab, ya'ni qayerdadir bozor tushib ketadigan bo'lsa, biz bozor bor joyga yo'nalishni shunga qaratamiz. Ana shu vaqtda bizlar bilan ishlashadigan ownerlar har doim foydada chiqishini biz harakat qilamiz. Ya'ni kafolatlaymiz bu narsani. Mana shunday qiladigan bo'lsak, biz hozir foydada chiqamiz. Bu yerda bozor pastroq bo'lib turibdi. Mana bu yo'nalishda ketib turishimiz mumkin degan har bir yo'nalishda biz tavsiyalarni berib boramiz. Bizlar bilan ishlashda ownerlarning asosiy yutuqi mana bozorda double brokerlar degan qandaydir bir mashinliklar paydo bo'lgan. Ana shularga bizning kompaniya deyarli umuman tushmaydi. Tushadigan bo'lsam, bizning kompaniya 100% mana shunday qoplab beradi. Agar biz bilmay turib shunga tushadigan bo'lsak, 100% qoplab beramiz, lekin 99% holatda
bunday xato yo'l qo'yilmaydi bizda. Ya'ni ownerlar hech qachon men pulimni bu brokerdan olib bilamanmi-ekan yoki olib bilmaymanmi-ekan degan savolni biza bilan ishlashda umuman o'ylamaydi. Biza komandamiz bilan 2025 uchun umumiy logistikadan outsourcing kompaniyaga aylanish bo'yicha hozirda bizda qadamlar shakllantirilgan va biz u bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Eng asosiy maqsadimiz kompyuterning oldida o'tirib nima ish qilinadigan bo'lsa, hamma narsani mana shu bitta ofisda tashkil qilish va biz bilan ishlashadigan ownerlar uchun, kompaniya egalari uchun hozir mana bu yo'nalishda biz muvaffaqiyatli bo'lib turibmiz, mana bu yo'nalishni ham ko'ring degan takliflarni doimiy ravishda ularga berib borish. Ya'ni o'zi inson qachon rivojlanadi, qachon ko'p pul topadi desa, u birovni boyitib bilsa. Ya'ni biz o'sha ownerlarni boyitib bilsak, bizlar ham yaxshi pul topamiz. Sohamizda yangi texnologiya va innovatsiyani qo'llab-quvvatlash, uni ishlatish uchun bizda o'zlarimizning IT department shakllantirganmiz. Hozirda test rejimda biz ishni olib boryapmiz. Mana shu komandani shakllantirib, biz bu innovatsiyani har bir yo'nalishga tatbiq qilamiz. Ya'ni avtomatlashtiramiz, bozorni analiz qilib turadigan va yuklarni tezroq oladigan yoki xatoni kam qiladigan darajada mana shunday avtomatlashtirish ishlarini planlashtirib turibmiz. Shu yil oxirini biz bu yangilikni e'lon qilamiz. Muvaffaqiyatli logistika kompaniyasini qurish uchun ikkinchi eng muhim narsa bu o'sha sohadagi stressga bardoshlilik. Ya'ni qandaydir bir kutilmagan udorlar gap qoladi, ana shu vaqtda sinib qolmaslik kerak. Bu yerda daromad yaxshi, lekin uni problemasi ham o'sha daromadga yarasha bo'ladi. Ya'ni shu darajadagi katta muammo keladi. Ana shu vaqtda sinib qolmaslik kerak. Ya'ni hamma narsaga tayyor bo'lish kerak. Ana shunda muvaffaqiyatli komanda, muvaffaqiyatli biznes yaratsa bo'ladi deb o'ylayman. Mijozlar va hamkorlarga tavsiyalar: to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda, to'g'ri odamlarni tanlashni bilish kerak va to'g'ri qarorlar qabul qilish kerak. Lekin bu albatta bizda bo'lishimiz shart emas.